Xullas do'stlar, biz Namanganda Juz shahriga keldik. Ammamga surpriz dedim. Amma surprizim. Shu $300 pulizi. Ha? Hozir bir narsaga alishamiz. Nimaga almishamiz? Akam yetadi bu yog'ini. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Ismingiz nima? Ismim Doston. Doston aka, nima ish qilasiz? Mana shu Mega Plaza savdo markazi rahbariman. Ana pulimiz bizni $300 pulimiz. Mana shu pulimizni nimaga almoqchisiz? Mana shu pulingizni 24 Samsung Samsung. Galaxy. S24 Ultra'ga, ha? Albatta. Gap yo'q ekan aka, gap bo'lishi mumkin. Yangi ekan-a bu? Voy, yangi ekan. Qo'ying, och qani. Ochaymi? Och. Och, bitta ko'raylik, och. Oyda. Qani? Yangi ko'ryapsizlarmi? Yangi ekan. Mana yengisi. Ranglari ham chiroyli ekan buni. Qora. Voy, dahshatligini qaranglar. Xursandmisanmi? Xursand. Pulni hididan buni hidi yoqyaptimi? Pulni hidi so'raganligi. Xullas do'stlar, endi keyingi manzilimiz Qoraqalpog'iston kutinglar. Kutinglar, aytgancha narxlarni yozib ketaveringlar. Siz ustozlarga bunaqa qilasizlar. Kommentariyada. Akalarga rahmat, sizga gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat sizlarga. Rahmat. Sog' bo'ling. Sizga ham omad tilaymiz, ishlaringizga rivoj tilaymiz, sog' salomat bo'ling. Xo'p.